90% ayollar teri baryeri yuz parvarishida qanchalik muhim rol o'ynashini bilishmaydi. Men bo'lsa sizlarga juda sodda va tushunarli qilib teri baryeri nima va uni qanaqa qilib tiklash haqida gapirib beraman. Baryer buzilganini qanaqa qilib aniqlaymiz? Har qanaqangi holatda yuqori sezuvchanlik, qizarish, qichishish, achishish, suvsizlanish, terini har qanaqangi krem bilan namlasangiz ham qurishishi. Eng glavnisi bilib qo'yinglar, har doim achishib, qichishadigan bo'ladi va teri xira holatga keladi. Quruq ajinlar paydo bo'lishni boshlaydi. Odatda muammo bo'lmaydigan terida ham toshmalar chiqishni boshlaydigan bo'ladi. Bu holatda siz bilingki, demak sizda teri baryeri buzilishi boshlanayotgan bo'ladi. Endi bu holatda qanaqangi yechimlarni qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi navbatda yuvayotgan penkalarimizga, gidrofilkalarimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Tarkibi asosan tabiiy resurslardan tashkil topishi kerak. Centella, pantenol va shunga o'xshash mahsulotlar. Tarkibida kislota va spirtdan bo'lgan narsalarni umuman yaqinlashtirmaydi. Videoda ko'rib turgan gellar Medicube Booster gel deb nomlanadi. Bu bizning yuzimizni tinchlantirishga, namlantirishga, tiklashga juda ham katta yordam beradi. Simptomatik protseduralardan bittasi mezoterapiya, pilingdan keyin ham juda ham yaxshi yordam beradi. Ya'ni yuzni tiklashga o'zining yaxshi hissasini qo'sha oladi. Siz millionlab yuzni tiniqlashtiradigan, dog'larni ketkazadigan, poralarni yopadigan har xil krem, serumlardan oling, lekin yuz baryerini tiklamaydi. Bularning umuman foydasi bo'lmaydi. Yuz baryerini tiklagandan keyin siz xohlagan natijaga yetisha olishingiz mumkin. Qilib sizlarga aytadigan bo'lsam, teri baryeri bu insonni teri qatlamini himoya qiluvchi immunitet hisoblanadi. Ya'ni uni biz har doim me'yorda ushlasak, bizning yuzimiz har doim tiniq, chiroyli va nurli bo'lib turadi.